Xo'p, birinchi mavzu ko'p allellilik haqida gaplashamiz. Demak, 10 sinf darsiga yangi kitob bo'yicha mavzuyimiz. Demak, quyonlarni yung rangini irsiylanishi ko'p allellilikka bog'liq. Demak, ko'p allellilikda genlar, masalan, A1 gen ustun bo'ladi A2 gendan yoki A2 gen ustun bo'ladi A3 gendan yoki A4 gendan A3 genning ustunligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda A1 geni umumiy ham A2 gendan ham ustun bo'ladi, ham A3 gendan ham, mana bundan ham, mana bu genlardan ham ustun bo'ladi. Ana shuni hisobiga A1 geni A2 bilan kelganda ham, ya'ni A1 bo'lganda ham yoki A1 A2 bo'lganda ham yoki A1 A3 bo'lganda ham yoki A1 A4 bo'lganda ham mana bu A'larni mana uchala gendan ustunligini bildiradi. A2, A3, A4 gendan ustunligini. Shunga ko'ra quyonlarni umumiy genotipiga qaraydigan bo'lsak, qora rangni bildirish, demak, kattasi katta S harfi bilan Himolay rangini genotipi mana bu holatda, shinshinlar rangi bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu holat genotipda va kichik s holatda, demak, quyonlarni albinosligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchisi qora rang. Endi qora rangli quyonlarni umumiy genotipi necha xilligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda umumiy S geni ustun bo'ladi S H dan va bu gen ustun bo'ladi S Ch, ya'ni shinshilla rangdan va bu gen ustun bo'ladi kichik s gen ustun bo'ladi. Va shunga ko'ra endi qora quyonlarning umumiy genotipini. Bu yerda allellar soni nechta desa, mana birinchi allel, mana bu ikkinchi allel, uchinchi allel hamda to'rtinchi allel. Demak, bu yerda allellar soni, allel genlar soni 4 ta bo'ladi. 4 ta bo'ladi umumiy. Bu ko'p allellilikda. Endi fenotip. Fenotip nechta bo'ladi? Fenotip ham bu yerda 4 ta bo'ladi. Ya'ni qora rangli quyon, Himolay rangli quyon, shinshilla rangli quyon hamda albinos quyon. Endi bularning genotipi nechta chiqadi? Ya'ni genotipik nisbatini qanday topamiz? Genotip sertifikat nimalarda, masalalarda kelyapti bu narsa. Genotipni topish. Qora rangli quyonni genotiplarini yozib chiqamiz. Demak, qora rangli quyon genotiplari. Xo'p. Birinchisi katta S holatda quyonning rangi, demak, qora bo'ladi. Ikkinchi genotip katta S H bo'lganda ham, demak, quyonning yungi qora rangda bo'ladi, chunki mana bu gen ikkinchi SH gendan ustun bo'ladi. Uchinchisi katta SC bilan kelganda ham quyonning yungi, demak, qora rangda bo'ladi. To'rtinchisi katta S va kichik s holatda ham, demak, quyonning yungi qora rangda bo'ladi. Bu yerda qora rangli quyonning genotipi umumiy 4 ta bo'ladi. Ana endi xo'p, Himolay rangli quyonlarning genotipi qanday bo'ladi? Birinchisi, demak, SH hamda SH holatda genotipi. Ikkinchi genotip SH hamda SC holatda ikkinchi genotip ham, bu ham Himolay rangli va uchinchi genotip SH va kichik s holatda ham, demak, bularning rangi hammasi Himolay rangida bo'ladi. Himolay rangida bo'ladi. Ana endi umumiy shinshilla rangli quyonlar. Xo'p, shinshilla birinchi genotip, demak, SC holatda birinchi genotipi, ikkinchi genotip SC
hamda kichik s holatda. Demak, shinshilla rang bo'lishi uchun ikkita genotip bo'lar ekan xolos. Bu shinshilla. Ana endi albinos quyonni genotipi faqatgina bitta, ya'ni kichik s holatda u albinos bo'ladi. Albinos quyon. Demak, umumiy bu yerda tushunishingiz kerak bo'ladi, har bir gen bir-biridan ustunlik ketma-ketligini. Hop, allellar soni demak 4 ta bo'ldi. Fenotip soni ham 4 ta. Bu yerda 4 xil fenotip turibdi: qora, Himolay, shinshilla hamda albinos. Lekin genotipga qaraydigan bo'lsak, genotipni umumiysini qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qora quyonlarning genotipi 4 ta, Himolay 3 ta, shinshilla 2 ta, albinos 1 ta. Jami genotiplar shunda bo'ladi. Xo'p, 4 plus 3 plus 2 plus 1. Umumiy shunda demak 10 ta genotip bo'ladi. Ko'p allellilikni umumiy ma'nosi, mantig'i mana shundan iborat. Demak, siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar: allel genlar soni nechtaligi, fenotip nechta chiqishi, genotip nechta chiqishi va qaysi genlar bir-biridan ustun ekanligi. Endi bu genlarni mana shinshilla yoki Himolay yoki albinos yoki bo'lmasa mana qora quyonlar nimasida berilyapti? Genotipi S harfi bilan, lekin mana bu holatda ham berilishi mumkin. Xohlagan harfidan foydalanish ham mumkin bo'ladi. Bunga oid masalalar kelsa, demak aynan mana shu ko'rinishda genotipini olishingiz kerak. Bu mavzu tushunarli bo'ldimi? Ha, Mavzuni tushundingizmi? tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyingi mavzu kodominantlilik. Endi kodominantlilik nima degani? Bunda umumiy holatda qon gruppalarini bergan 10-sinf kitobida. Demak, bo'lishi mumkin, qarang. A geni, A1 geni ustun bo'lishi mumkin A2 gendan. Sertifikat Nodirbek Ismoilov masalasida ko'rgandim buni. Xo'p, yoki bo'lishi mumkin A3 gendan ustun yoki A4 gendan ustun bo'lishi mumkin. Bu holatda umumiy necha xil fenotip bor yoki nechta allel bor, necha xil genotip bor? Qarang, umumiy hammasi bir-biridan katta. A1 gen kimlardan katta? A2 dan, A3 dan, A4 dan katta. Endi A2chi A3 dan va A4 dan. Endi A3chi faqatgina A4 gendan ustun bo'ladi xolos. Shunga ko'ra, bu yerda fenotip va allellar soni va genotip qanday bo'ladi? Genotip qanday bo'ladi? Demak, bu yerda fenotip 4 ta chiqadi. Chunki 4 ta allel bor. Allellar soni ham 4 ta va genotip qarang. 4 plus 3 plus 2 plus 1. Jami demak 10 ta. 10 ta genotip mavjud bo'lar ekan. Xo'p, ana endi buni sal o'zgartirib boshqacharoq qilib beradigan bo'lsa qanday ishlaymiz? Ya'ni tenglik belgisi bilan kelib qolishi mumkin. Aynan. Qarang. Xo'p, A1 geni A2 gendan ustun, lekin A2 hamda A3 genlar teng. A3 geni esa A4 gendan ustun bo'lsa, bu yerda umumiy allellar soni nechta? Demak, allel genlar soni bu yerda 4 ta. Endi fenotip soni bu yerda endi qarang. 4 ta fenotip bor plus mana bu A3 hamda A2 genlari teng bo'lganligi sababli bu ikkalasi yana bitta fenotip hosil qiladi. Shuni hisobiga fenotip soni yakunda 5 ta bo'lib qoladi. Endi genotip sonini qanday topamiz? Genotip soni bir xil. Ya'ni 4 plus 3 plus
2 plus 1 teng 10 ta. Demak, genotip o'zgarmaydi. Allellar soni o'zgarmaydi, lekin fenotip kodominantlilikda o'zgaradi. Ko'p allellilikda demak fenotip soni o'zgarmaydi. 4 ta bo'lsa 4 taligicha qoladi, lekin mana bu holatda o'zgaradi. Endi buni qon gruppalarida bir ko'rib chiqamiz. Qarang. A geni teng bo'ladi B genga, lekin ikkala gen ham mana bu gendan ustun. Demak, biz bilamizki, birinchi qon gruppa bo'lishi uchun 0 hamda 0 bo'lishi kerak. Shunda birinchi guruh bo'ladi. Birinchi guruh. Endi agar mana bu holat bo'lsa, qon gruppa 2 bo'ladi. Ikkinchi qon guruh. Endi mana bu holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni B bo'ladigan bo'lsa, bu qon guruh 3-guruh bo'ladi. Endi mana bu holat bo'ladigan bo'lsa, demak bu qon gruppa 4-qon guruh bo'ladi. Tepadagi hozir yozgan narsamni isbotlab beraman hozir sizga. Mana qarang. Xo'p. Mana bu yerda allellar soni 4 ta edi, lekin fenotip bitta ko'p edi. Bizda mana bu yerda allellar soni 3 ta, lekin fenotipimiz nechta chiqyapti? 4 ta chiqyapti. Bu fenotip nimani hisobiga chiqyapti? Bu fenotip mana bu ikki genni tengligini hisobiga kelib chiqyapti. Mana shu ikkita gen, demak, tengligini hisobiga fenotip hosil qilyapti. Mana bu. Demak, bu yerda allel 3 ta, fenotip aslida 3 ta plus mana A bilan B birgalikda bitta fenotip hosil qiladi va jami yakunda 4 ta fenotip hosil bo'ladi. Umumiy holat. Endi yana isbotlayman. Mana bu 0 dan A ham B ham ustun ekan. Xo'p, agar mana bu holat bo'ladigan bo'lsa, A 0 holat bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ham qon guruh 2 bo'lib qoladi. Nimagaki? Mana bu yerda A gen mana 0 dan ustun. Shuni hisobiga buni 2 qilib qo'yadi. 1 emas. Yoki mana bu ikkinchi holati. B gen va 0 bilan kelsa. Bu holatda demak 3-qon guruh bo'lib qoladi. Sababi B gen ham mana bu 0 dan ustun bo'ladi. Umumiy 0 dan ustun bo'ladi. Xo'p, ana endi 5 taligini ko'rib chiqamiz shuni. 5 taligini. O'z ishlab ko'rasiz, men yozib beraman. Demak, A1 A2 dan ustun. A2 hamda A3 gen teng. A4 dan ustun va A4 va A5 genlar teng. Mana shu narsani hozir umumiy ishlang. Mana shuni. Mana shuni ishlanglarchi. Xo'p, allel soni nechta? Allel soni bu yerda 5 ta. Demak, bu yerda qarang. Allellar soni umumiy 5 ta. 5 ta. Fenotip soni qarang. Fenotip 5 ta plus mana 2 gen, mana 2 gen bitta fenotip hosil qiladi. Mana ikkala gen bitta fenotip hosil qiladi.
ikkita fenotip qo'shiladi va yakunda 7 ta fenotip bo'ladi. Genotipchi. Genotip 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Va jami genotip soni bu yerda 15 ta. 10. Umumiy kodominantlilik mana shu. Kodominantlilik mana shu. Mavzuni tushungan bo'lsangiz, demak mana shu mavzularga oid masalalarni siz endi bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ustoz, sizdan bir narsa so'ramoqchi edimda.